Bizani maktab o'zbek maktabi. Navoiydan ayrilib Pushkin yo'llangan. Bizani talabimizga javob beradigan mutaxassislar. Shuning uchun bizada birinchi tarbiya. Kelgan o'quvchini dastlab noldan boshlab, ya'ni fundamentni o'zlarini ustozlar qo'yadi. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz, hozirgi kunda International School xususiy maktabimizda ko'pchilik ota-onalar tomonidan qiziqishlar ortib bormoqda. Shu sababli eng ko'p uchrab turgan savollari haqida gaplashib o'tsak. Bemalol. Ustoz, savollarni berishimdan oldin maktabimiz haqida umumiy ma'lumotlarni bersangiz, keyin ota-onalarimiz tomonidan kelib turgan savollari birin-ketin o'qib eshitiraman. Biza xususiy maktab sifatida Xorazm Ilm-Ziyo nodavlat ta'lim muassasasi qoshida International School xususiy maktabi 2021-yilda o'z faoliyatini boshlagan. O'zi ta'lim sohasindagi tajribamiz esa 2008-yilda o'quv markazi sifatida boshlaganmiz. Tajribamiz, demak, 2008-yildan boshlangan ta'lim sohasina kirib kelishimiz. 2021-yilda esa xususiy maktab sifatida o'z faoliyatimizni boshlaganmiz. Dastlab tashkil qilingan vaqtda xususiy maktabimizda faqat ingliz tili va matematika fanlarini ixtisoslashgan yo'nalishlarimiz bor edi. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz soni ko'paydi, o'zlarimiz kengaydik va fakultetlarimiz ham soni ko'paydi. Bu albatta shu kelib turgan o'quvchilarni talabini asosan fakultetlarimiz kengaydi. Va hozirgi kunda bizada moliya biznes yo'nalishi bor, bundan tashqari med yo'nalishi, ximiya, biologiya yo'nalishi bor va yuridik yo'nalishimiz bor, ham xorijiy tillarga ixtisoslashgan yo'nalishlarimiz bor. Bizani umumiy ma'lumot aytadigan bo'lsak, maktabimizda asosan 8:30 dan to 17:00 gacha, ya'ni 5 gacha o'quvchi biza bilan bo'ladi. Bu davrda shu o'quvchilar shu 8:30 dan to 5 gacha bo'lgan davrda o'quvchilar 3 mahal ovqat bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari mutaxassislik fanlar to ertalab 12 gacha bo'lgan davr boshda mutaxassislik fanlar o'rganiladi. Keyin davlat ta'lim standarti asosida tashkil qilingan fanlar o'rganiladi. Keyinchalik o'zlarimiz qo'shimcha o'quvchilarni qiziqishini qarab to'garaklarga qatnashishlari mumkin. Rahmat ustoz. Endi ota-onalarimizdan kelib turgan savol-javoblarga o'tsak, International Schoolda qanday ustozlarni, ya'ni qanday usulda ustozlarni ishga olib tursizlar? International Schoolda o'zi bizada asosan qabul vaqti shu yoz payti, masalan iyun, iyul, avgust oylarida biza o'quvchilarni qabul qilish bilan birgalikda bu davrda biza o'zlarimizni mutaxassislarimizni ham, ya'ni o'qituvchilarni ham ishga olish jarayoni bo'ladi. Ya'ni ustozlarni ishga olish jarayonida dastlab o'qituvchi hujjat topshiradi. Hujjat topshirgandan keyin HR'imiz bilan dastlab telefon orqali suhbatdan o'tadi. Keyinchalik HR bilan ikkisini o'rtasida suhbat bo'lib o'tadi va bu suhbatdan HR bilan suhbatdan o'tgandan keyin keyingi suhbat rahbar bilan bo'lib o'tadi. Rahbar bilan bo'lib o'tgandan keyin bu suhbatdan ham o'tgandan keyin o'quvchilarga o'zini mutaxassislik fani bo'yicha dars o'tib beradi. Bunda o'quvchini fikri ham o'rganiladi. Bundan tashqari shu yerda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustozlarning fikri ham o'rganiladi. Dars nazorat ostida bo'ladi va shu o'quvchilarni, o'qituvchilarni, keyin HRni, keyin metod birlashma rahbarlarini fikri inobatga olinib, bir oy sinov muddati bilan dastlab keyin ishga olinadi. Rahmat ustoz. Qanday jihatlar bilan International School xususiy maktabi boshqa maktablardan farq etib turadi? International School xususiy maktabini birinchi farqi bizada muhitda. Ya'ni hozirgi kunda bilasiz, xususiy maktablar soni nihoyatda kengayib borayotir, ko'payib borayotir, lekin sharoitni hamma maktab ham yaratib turibdi. Hozir masalan ko'rinishni, sharoitni hamma maktab yaratib turibdi, lekin bizada dastlab shu yerdagi muhit asosiy maqsadni amalga oshirishda eng katta o'ringa ega bo'lgan jihat hisoblanadi. Ya'ni bu qanday muhit? Birinchi, bizani maktabimizda birinchi tarbiya, keyin ta'lim. Ya'ni qadriyatlarga asoslangan tarbiya. Ya'ni o'zbekona, bizani madaniyatimizga xos, bizani o'zbeklarga mos bo'lgan muhit yaratilgan.
Bundan tashqari bilasiz, hozirgi kunda asosan o'quvchilarni, yoshlarni eng katta tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatib turgan jihat bu telefon hisoblanadi. Bizlarni maktabga kirgandan keyin telefon umuman ishlatilmaydi. Kirgan yerda telefon topshiriladi va keyin darsga qo'yiladi. Birinchi bizlarni eng katta yana boshqa maktablardan farqimiz, ya'ni ko'rsatilib turgan eng asosiy ko'zga ko'rinib turgan narsa muhitdan tashqari bu bizlarni o'zlarimiz qadriyatlariga asoslangan ichki qonun qoidalarimiz. Ya'ni maktabni o'zini ichki yo'riqnomasi. Bu ichki yo'riqnoma shu yerda ishlab turgan birinchi o'qituvchilar, xodimlar uchun ham yo'riqnoma bor. HRimiz tomonidan ishlab chiqilgan. Har bir xodim uchun yo'riqnoma ishlab chiqilgan. Hatto ishchi xizmatchilarimiz uchun ham, bundan tashqari ustozlarimiz uchun ham, keyin o'quvchilarimiz uchun ham, hatto rahbar uchun ham ichki qonun qoidamiz va ichki yo'riqnomamiz bor. Shu ichki yo'riqnoma asosida ish faoliyatimiz olib boriladi. Bizning eng farqli tomonimiz shu ichki qonun qoida. İçki qonun qoida buzilsa, demak muhit buziladi. Shuning uchun bizda ichki qonun qoida buzilgan taqdirdan buni yechimi demak shu jamoat tomonidan, ma'muriyat tomonidan masalan yechimi yechiladi va faoliyatimiz keyin davom qildirib boriladi. Bundan tashqari tabaqalashtirishni oldini olish maqsadida o'quvchilardan bir xil forma tashkil qilingan. Hozir agar biz forma tashkil qilmasak, masalan bu yerda har xil oilaning farzandlari bor. Masalan bir o'quvchini formasini qarab, ikkinchi o'quvchi o'zini oilasine borib masalan shu narsani olib berish uchun azob berishi mumkin. Bizda tenglikni saqlab qolish uchun. Agar shu sinfxonalarida tenglik bo'lmasa, dars davomida tenglik bo'lmasa, o'qituvchi berib turgan ilmi diqqati bir yere qaralmaydi. Ya'ni diqqat biror bir yonindagi o'quvchini kiyim-kechagini ya bo'lmasa yonindagi o'quvchini masalan olib kelgan ya bir qiziqarliroq bo'lsa, o'zini shu ekkan narsasini qaratiladi. Eng asosiy diqqat. Biza shu birinchi diqqatni jamlash uchun, darsni sifati uchun birinchi shu tenglikka alohida e'tibor beramiz. Va shu muhitda eng asosiysi o'quvchini tarbiyalovchi bu muhit hisoblanadi. Muhit soz bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishamiz va ta'limni sifati zo'r bo'ladi. Kengroq o'ylasak, o'zbek farzandi masalan bizani o'zlarimizni o'zbeklardan Navoiydan oldin Pushkinni o'rganib qo'yadi. Ya'ni o'zbek tarixi ya bo'lmasa o'zbek allomalarini tanimay o'tib ketadi. Agar ularni tanimasa, ularni kim ekanligini bilmasa, bizani qadriyatimiz asosida o'zbek farzandi sifatida tarbiyalash bizlar uchun qiyinroq bo'ladi. Ya'ni o'quvchi masalan dastlab Navoiyni, Amir Temurni, Jaloliddin Manguberdi kim ekanligini bilmay o'tib ketadi. Bu masalan Tolstoyni ya bo'lmasa Pushkinni, shularning hayot ijodini o'rganib o'tib ketadi. Lekin bu o'zbeklarni farzandini, o'zbeklarni oilasini tarbiyasine katta ta'sir qiladi. Salbiy jihatdan albatta. Shuning uchun endi agar til jihatdan ota-onalar til jihatdan rus tilini bilish maqsadida beradigan bo'lsa, o'zbek masalan o'zini farzandini o'zbek sinflarga beradigan bo'lsa, tilni o'rganish menimcha oson, muammo emas. Sababi biza o'rganib turibmiz-ku hozirgi zamonda. Ingliz tilini, rus tilini, koreys tilini, xitoy tilini, yapon tilini, nemis tilini, hozirgina nemis tili ham Germaniyaga bo'lgan talab shularni Germaniyani ta'limlash talab kuchayib borayotir. Medik jihatdan shu tillarni o'rganish muammo emas-ku. Demak, bizning farzandlarimiz uchun rus tilini o'rganish ham muammo emas. Uning uchun rus sinf shart emas. Qadriyatlarga asoslangan o'zbek sinfida o'qisin, lekin rus tilini o'rgansin, koreys tilini o'rgansin, xitoy tilini o'rgansin, ingliz tilini o'rgansin. Rahmat ustoz, yaxshi fikrlaringiz uchun. International School'dagi to'garaklar haqida ozroq gapiring. To'garaklar aytadigan bo'lsak, 8:45 da darslarimiz boshlansa, soat 17:00 gacha, ya'ni soat 5gacha darslarimiz davom qiladi, lekin bizda уже obedgacha, ya'ni 12:00 gacha shu tushlik vaqtinacha faqat spes fanlar, ya'ni mutaxassis fanlar o'tirilsa,
keyin DTS asosindagi fanlar obeddan keyin o'tiriladi va o'quvchilarga qo'shimcha tarzda bizada hozir to'garaklar ishlab turibdi. Bu to'garaklar qo'l to'pi, bundan tashqari pianino, koreys tili, keyin raqs to'garaklarimiz bor. Ular demak o'quvchilarning qiziqishine qarab yo'naltirilgan. Lekin bizada bu to'garaklar faqatgina 9-sinfgacha bo'ladi. 10-11 sinflarimiz asosan bizada speaking darslari bor, to'garakimiz bor. Ingliz tilidan nutqni o'stirish uchun, erkin gaplashish uchun 10-11 sinflarimiz shu to'garaklari boradi. Bundan tashqari qo'shimcha til sifatida koreys tili to'garaklarına boradi. 10-11 sinflarimizni endi oliy o'quv yurtlarına tayyorlashimiz uchun faqat ularda asosan to'garaklarimiz ham shu ilmiy jihatdan ingliz tilini chuqur o'rgatish uchun, matematika fanini chuqur o'rgatish uchun shu to'garaklarga yo'naltirilgan. Ustoz, yana eng ko'p uchragan savollardan biri, International School'da o'qigandan keyin qo'shimcha to'garaklarga berishim kerakmi farzandimni deb ko'p ota-onalarning savol keladi. Endi siz hozir ya'ni sizni qiziqib turgan savolingiz podkurs shart emasmi? Podkursda ya'ni endi xalq tilida aytganda podkurs shart emasmi deganda bizani xususiy maktabga kelgan o'quvchi uchun podkurs shart emas. Sababi sizni xabaringiz bor, bizlar o'quvchi qabul qilganda biza birinchi suhbatdan o'tiramiz. Ya'ni birgina suhbatdan o'tirib o'quvchini qabul qilib qo'yaveramiz. Masalan, suhbatda birinchi o'quvchini qiziqishi, keyin psixologik jihatdan suhbat o'tiramiz. Keyinchalik shu qaysi mutaxassisni tanlagan bo'lsa, shundan test olamiz. Biza keyin o'quvchini darajasine qarab shu sinfga ajratamiz. Masalan, 5-sinflarimizning arasında 5-sinfni oladigan bo'lsak, 5-sinflarimizda o'rta darajamiz bor, yuqori darajamiz bor va quyi daraja, ya'ni 0 dan boshlaydigan darajamiz bor. Shuning uchun bizlar o'quvchi keldimi, bo'shliq yerini to'ldirish uchun, masalan, o'quvchi keldi. O'quvchi 7-sinf. 7-sinfgacha bo'lgan davrda unda bolada bo'shliq bor. Ya'ni 5-sinfning darsligini yaxshi bilmaydi. O'zi 7-sinf, lekin 5-sinf darsligini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun biza kelgan o'quvchini dastlab 0 dan boshlab, ya'ni fundamentni o'zlarimiz ustozlar qo'yadi. Agar darajasini qaraymiz, o'quvchini olishini qaraymiz, o'quvchi tez olsa, tez yetib oladi. Masalan, o'zini tengdoshlarini yo avvaldan o'qib turgan o'quvchilarga. Shunday o'quvchilarimiz bor, qayta o'tsangiz shunda oladi. Ya'ni sekin oladi. Ya'ni o'quvchini o'zini olish darajasini, qabul qilish darajasini qarab o'qitiladi. Agar olish nihoyatda qiyin bo'lsa, individual ishlanadi. Ya'ni bir o'quvchiga bir ustoz berkitiladi. Shuning uchun ham bizda o'quvchilarimiz shu individual berkitilgan o'quvchilarimiz yo bo'lmasa yana mutaxassislik fanlarimizning chuqur o'rgatilishi, ya'ni fundamentni o'zlarimiz ustozlar tomonidan qo'yilishi, ya'ni 0 dan boshlanishi uchun bizda podkurs shart emas. Hamma narsasi ichida. Hammasi shu birinchi zinadan to yuqoriga chiqincha o'quvchi ustozni qo'lidan chiqib tutib dang chiqadi. Pog'onaman. Darsdan keyingi uy vazifalar qanday? Ya'ni uy vazifani uyda qiladimi yoki maktabda bo'ladi bu narsa? Bizani ichki yo'riqnomamizga ko'ra bizani asosiy yuklamamiz, ya'ni o'quvchiga beradigan yukimiz o'zini mutaxassislik fanida bo'ladi. Ya'ni bu degani bu degani uyga vazifa, masalan, xorijiy tillarda o'qiydigan bo'lsa, ingliz tilidan, matematikadan uyga vazifa beramiz. Sababi 6da uyga borgandan keyin 6, 7, 8, 9, 10gacha bola baribir ozgina bo'lsa ham ovqatlanib bo'lib, ozgina dam olgandan keyin dim bo'lmanda bir soat ishlashi kerak. Ishlamasa bo'lmaydi. Shuning uchun bizada mutaxassis emas bo'lgan fanlar bor. Masalan, o'zi bolani o'zi yuridik fakultetda o'qiydi. Yuridik fakultetda o'qiydi. Bu yuridik fakultetda o'qiydigan bolalar ximiya, biologiya fanlaridan shu yerda ustoz bilan birgalikda auditoriyani ichida uyga vazifa tayyorlanadi. Ya'ni ustoz yordam beradi. Bunga uyga yuk etib beramiz. Lekin yuridik fakultetda o'qiydi, huquqdan qo'shimcha bermasa bola o'z ustida ishlaydi. Ya bo'lmasa ingliz tili yo'nalishida o'qiydi,
Əgər balağa yonalışı boyunca, özünün mütəxəssisligi boyunca yük bərilməsə, bala öyə barğandan keyin qaynayıb qalar. Şunun üçün vaxt hesabqa alınğan təqdirdə vaxt hesabqa alınadı və şu bala gecdə saat 10-da uxlaşı gərəkmi? Şu ona bolğan vaxt hesablanıb bir saat öz üstündə işləş üçün şuna qara vazifa bərilərlər. Lakin mütəxəssis əməs bolğan fənlər oxutucu bilən auditoriyada işlənədi. Oxutucu bilən. Yəni ustaz yardım verədi o vazifəni. Şurada o vazifanı işlədilər, şurada baxalanadı, şurada qoşumça məlumatlara aytıladı, həmməsi şurada aytılıb, şu auditoriyada qaladı. Lakin özünün mütəxəssislik fənlərindən bəri bir bala öydə bir saat öz üstündə işləş üçün tapşırıq bərilərlər. Oxucuların xəvfsizliyindən çıxaraladı. Yəni ata-analarımız bəri bir işanıb tapşırıb gedədi, onun xəvfsizliyindən çıxaraladı. Bizə də xəvfsizlik ən əsasiyyəti var. Bəri bir birinin fərzəndi amanət, biləsizlər, amanətini saxlaş üçün bizə məsuliyyət bilən yandaşamız. Bizə də məktəb hududundan oxucu çıxışı mümkün emas. Yəni, məsələn, bizə də dərslərin arasında 5 dəqiqəlik tənəffüsdən şöyle nazarətdə boladı oxucu. Lakin məsələn, düşlük pəytimiz 1 saat boladan bolsa, saat 12-dən 1-gəşə bu vaxtda bizəni dəvərəkimizdəki dərvazalar həmməsi ilinədi və növbətçilər, tərbiyəçilər, xəvfsizlik xadimləri qoyulğan, şu xəvfsizlik xadimləri məsələn özün düşlük vaxtına qarab 20 minutdan ya olmasa 40 minutdan almaşlanadı və oxucunun küçəyə çıxışı qətiyyən taqiqlanadı və bu kəttə nazarətdə. Hazırki gündə bizəni ümumi məktəbimizdə, məktəb hududumuzda 40-a yaxın kameramız mövcud. Hər bir dərsxanamız, köçəmizin həmmə hududu, koridorlarımız, aşxanamız, həm yerləri kamerada nazarət altında boladı və şu kamera bir xadim tamamından berkitilgən və şu nazarət qılıb oturardı. Xəvfsizlik şu əsasında boladı. Rəhmət söz. Ata-analarımız fərzəndini çıxıb oxutduğanını qanday usulda neçə bilsə boladı? Yəni məktəbimizə gəlib getəmi ya başqa? İndi bizə də ən əsası hazırki gündə şu 4 ildən bəri ata-ananı bəri bir indi şöyle pul töləb, şurada balanı oxutub durğandan keyin bizədən hesabat tələb qılışa ata-ana ava. Bəri bir məsul şəxs hesablanadı. Bizə bunu doğru düşünəmiz. Bizə də şu günlər var, birinci ata-ana bilən əsasi mülaqat uğratanan şəxs bu tutor hesablanadı. Səbəbi tərbiyəsinə həm, psixologik cəhətdən balanı qay cəhətləri, səlbi cəhəti varmı, icabi cəhətimi, həmməsinə məsul şəxs bu tutor hesablanadı. Şunun üçün bizə də 8:30-dan ta 5-ə oxuşumuz davam etkən bolsa, bizə də saat 5-dən keyin ta 6:30-7-gəcə hər bir oxucunun baxaları ata-analar güruhlarına taşlanadı və şu günkü baxaları ata-analar güruhunda məlum boladı. Yəni bugün qaysı oxucu qaysı fəndən dərsə təyar eməz, qaysı oxucu qaysı fəndən qanday baxa aldı, özləşdirişinçik hər günkü hesabat bərilədi. Bundan təşqarı, hər günkü hesabatdan təşqarı bizə də həftənin axırında hər cümə günü bizə də nazarətlə günü hesablanadı. Yəni bir həftə davamında ötülgən mövzular hər cümə günü imtihana etib alınmadı. Bu həftəlik reytingdə baytılar. Həftəlik reyting. İndi hər həftəlik reyting umumlaşdırıladı və ayın axırgı cüməsində aylıq reyting çıxardı. Aylıq reyting çıxandan keyin bizə də aylıq reyting daskəsi təşkil qrupumuz şöyle asıladı və aylıq reytingin qalibləri həmmə məktəbin cəmiyyəsi ilə şurada təqdirlanadı və ata-anasına şurada təşəkkürnamə verilədi. Bundan təşqarı hər ayın axırgı həftəsində günlərə bölünən, məsələn 5-ci, 6-cı sınıflarının ata-anaları gün anıqlanadı. 7-ci, 8-ci sınıf ata-analarının gün anıqlanadı və gəlib tutor şuna ata-anaya 100 meyve sıxabat verədi. Onda
zachotkasi bo'ladi. Zachotkasi ota-onaga taqdim qilinadi va oylik baholar bilan tanishtiriladi. Va avvalgi oy bilan masalan bu oyni foizda bolasi necha foiz o'sdi farzandi, yo necha foiz pasaydi. O'sha haqqında har oyda bir marta ota-onaga hisobot beriladi. Demak, bizada kunlik hisobot bor, haftalik hisobot bor va oylik hisobot. Ya'ni ota-onalar bilan har kun muloqotimiz bor. Har kun deb hisobot beriladi. Ustoz, men shu yana bir gap eshitdimdan, bu maktabda, ya'ni International School xususiy maktabida o'quvchilarni deydi, o'quvchilar safidan chiqarib turibdi. Ya'ni biz xususiy maktabimiz, u endi hamma kelgan o'quvchini, ya'ni pul bor odamni hammasini olib o'qitaversak O'qitaversa bo'lmaymi deb. Ha, shunday eshitdimdan. Men boshda so'zimni boshida aytdim. Bizani boshqa maktablardan farqimiz ichki yo'riqnomaga, ya'ni ichki qonun qoidaga birinchi e'tibor berishimiz dedim-ku. Agar masalan bir sinfda 15 bola bo'lsa, kam 12 bola, ko'p 15 bola. 15 bola bo'lsa, shu yerda masalan 15 bola, 15 oiladan 15 o'quvchi o'tiribdi. Hammasi o'qitaman, ta'limni sifatini, farzandimni ilmiy jihatdan sifatini yaxshilayman deb degan. Lekin shu yerda masalan tarbiyasi yomon bola kelsa, lekin pul to'lab kelib turgan yana bir o'quvchining tarbiyasini buzsa, 15 bolaga ta'sir etsa, bu bizani sifatimizni, ta'limiy jihatdan sifatimizni pasaytirib beradi. To'g'ri, bizda o'quvchilar safidan chiqib ketgan o'quvchilar ko'p. Biza boya aytganimning dastlab o'quvchini suhbat asosida olamiz, psixologik jihatdan suhbat etamiz, test olamiz dedim-ku. Shunda olamiz, lekin biza nafaqat ustozni, balki o'quvchini ham sinov davrida olamiz. O'quvchini bir hafta uzoqi, masalan, dim yaxshi o'rganib bilmasak, 2 hafta sinov asosida olamiz. Agar tarbiyaviy jihatdan og'ir tarbiyali o'quvchilar bo'lsa, biz ham uni bega saqlab qo'yib bilamiz. Agar ichki qonun qoidani o'quvchi birinchi marta buzsa, ogohlantiriladi. Ikkinchisi, ota-onasi chaqiriladi va ota-onasi ogohlantiriladi. Uchinchisida yana qonun qoidani buzsa, shartnoma bekor qilinadi. O'zimiz ichki qonun qoidamiz bor. Masalan, hozirgi kunda bilasiz, bolalarda telefon belasi eng asosiy. Telefon yaxshi, zamon bilan dang yurish yaxshi, lekin undan to'g'ri foydalansa, o'rnida foydalansa yaxshi. Masalan, o'ta mukkasidan ketib qolgan bolalarimiz bor. O'yinga girib ketgan, o'ta mukkasidan ketgan. Shu an birinchi ishimiz telefondan ajratish. Buni agar shu fleshkasini tozalasak, biz uning ichine ilm girib bilamiz. Keyin bundan tashqari hozirgi yoshlarni bilasiz, shu internetni arkasından deymizmi, yo bo'lmasa balki ma'zi bizada zamonni ayblab ham bo'lmaydi. Masalan, maktab yoshidagi bolalarda chekuvchilik bo'lib turibdi. Shuning narsalari alohida ichki qonun qoidalarimizga kirgizib qo'yibmiz. Shu jihatlari bo'ladigan bo'lsa, bizani maktabni ichki qonun qoidalarini, ichki yo'riqnomaga to'g'ri kelmaydigan tarafi bo'lsa o'quvchini, biz buni bu yerda o'quvchini qo'yib qo'yamiz. Dastlab o'zi ogohlantiriladi, tushuntiriladi, yaxshilab psixolog bilan suhbatda o'tiriladi, tarbiyaviy ishlar bo'yicha zavchimiz tomonidan suhbatda o'tiriladi. Ikkinchisida ota-onasi chaqiriladi, ota-onasini tushuntirish ishlari olib boriladi. Uchinchisida yana ham qaytarilsam majbur shartnoma bekor qilinadi va o'quvchimiz o'quvchilar safidan chetlashtiriladi. Baribir ham shu yaxshi tarbiya bo'lmagan yerda yaxshi ilm olish ham bo'lmaydi-da. Baribir ta'limning sifati tarbiyaga bog'liq. Men aytaman, o'qituvchi jon berib, ilmi kuchli bo'lgan o'qituvchi jon berib darsni o'taversin. Bu yerda o'tirgan bolani diqqatini shu yerga qaratib bo'lmasa, birinchi tarbiyasi yaxshi bo'lib, shu ustozni hurmat etib, shu yerda darsga o'quvchi sifatida mas'uliyat bilan qaramasa, sifat bo'lmaydi. Shuning uchun bizda birinchi tarbiya. Tarbiyaviy jihatga katta e'tibor beramiz. Ustoz, hozircha eng ko'p uchrab turgan savollarimiz shulardan iborat edi. Sizga yaxshi fikrlaringiz uchun, maktab haqida bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Yana ota-onalarimizda ko'plab savollar uchrasa, bularni ko'rib chiqib, albatta yana bir marta siz bilan suhbatda ko'rishamiz degan umiddamiz. Sog' bo'lin, omon bo'ling.